Yarabbim annyeonghaseyo, hammaga Zina Korean. Bugun siz bilan Daisodan nimalarni olganimizni bugun siz bilan bitta ko'rib chiqamiz. Qiziq bo'lsa, qaza boshladik. Birinchisi bu bizning penalimiz. E'tibor bering, qanaqa shirin asal. Bularga bemalol ichiga ruchka, flomaster, xohlagan narsani qo'yishsa bo'ladi. Xalas. Keyingi bloknot. Qanaqa chiroyli, qanaqa shirin. Xudo xohlasa buni ishlataman. Bu meni Koreyadagi nimadirlar kerak bo'ladigan narsalarni o'zim uchun qayta qilib borishim uchun kerak bo'ladi. Keyingisi uzunlar shotka. Bu albatta kerak tushunish uchun. Xo'sh, keyingisi flomasterlar. Flomasterlar обязательно kerak. Bu yerda juda ham ko'p. Kichkina olganman, chunki unaqa juda ko'p ishlatilmasligi mumkin bu yerda. Shuning uchun ham bo'shansiga har xil qilib oldim. Tamam ya. Hop, keyingisi stiker. Yani stikerlarni oldim. Juda ham stikerlarni yaxshi ko'raman. O'zim hayotda juda ham ko'p stikerlarni ko'p ishlataman. Va bundan tashqari, mana bunaqa shirin. Oy, bular yo'q ketyapti. Da, mana bunaqa stiker oldim. Juda ham shirin. Keyingisi bu kitob uchun yoki daftarlar uchun biror bitan topolmayotganimda yordam beradi. Mana bunaqa. Xo'sh, keyingisi yana stikerlar. Yana stiker. Bular ham kerak bo'ladi albatta. O'zish uchun muhim bo'lgan narsalarni belgilab qo'yish uchun. Keyingisi qaychi. Qavi bu. Demak, bu qaychi ham kerak bo'ladi bizga. Juda ham ko'p hayotimizda ishlatamiz. Ya'ni kerak bo'ladi uchun oldim. Keyingisi daftar. Bu ham qalin daftar. Nimaga qalin daftar oldim? Chunki bizda yozadigan fanlarimiz juda ham ko'p, yozib bajariladigan, shuning uchun ham o'zim uchun qalinroq daftar oldim. Keyingisi bu mana bunaqa daftar. Juda ham chiroyli. Hop, every moment in your life degan daftar ekan. Bu daftarga o'zimni Koreyadagi hayotimni yozib bormoqchiman. Albatta boshlangandan to hozirgacha bo'layotgan o'zim uchun daily. Shuncha narsalarni oldim. Endi bularni xudo xolasa bitta ishlatamiz. Albatta bularni kuzatib boring, YouTube'imni kuzatib boring. Bularni hammasini siz bilan bitta ochiq ishlatamiz. Hozircha shular Koreyadagi bo'layotgan yangiliklar, voqealar, hamma narsalarni albatta YouTube'ga qo'yib boraman. Shuning uchun like bosib, meni qo'llab-quvvatlab turing. 응원해 주세요, 여러분. 네, 감사합니다. 구독, 라이크, 안녕.